Sharqi Turkistonda inson qilibidan chiqqan Xitoy zulmlari qarshi Gollandiyada yashayotgan Uyg'urlar Gollandiyaning Amsterdam shahriga to'plashib, parlament binosining oldida namoyish olib bordi. Namoyishdan keyin bosh ministrga Sharqi Turkiston masalalarini tafsiliy tushuntirgan iltimosini yetkazgan Abdurahim G'ani namoyishni o'z yolg'iz davom qildi. Gollandiya bosh ministrining boshchiligida bir qancha vakilning Uyg'ur masalalariga ko'ngil bo'layotganligi ifoda qilindi. 12 sentabr men tok injeneri deb tanishtirgan va ba'zi rayonlardagi tarbiyalash markazlariga amallik sistemasini bekitish ishlari qatnashgan, o'zini maxfiy tutgan guvochining oshkorlashicha, Sharqi Turkistonning Otish Aqto'q noyisida 8 lager bor bo'lib, Aqto'q qarashliq Barin yezida yez ma'murlaridan sirt har kishining qammaganligi va bir oiladan 5 kishining butun oila bo'yicha lagerga solanganligini aniq yozma bayon qilgan. Venezuelaning prezidenti Nicolas Maduro tunugun Xitoyga yetib bordi. Amerikaning jazolanishi bilan krizisga uchragan davlatga iqtisodiy yordam talab qilib kelganligini bildirdi. Maduro Xitoyni ziyorat qilishdan burun aerodromda qilgan so'zda men bu qitim zo'r umidda ikki davlat orasidagi munosabat bir qancha kungacha cho'ng bir kelishimlar bilan o'tirg'i chiqadi dedi. Maduro Venezuelaning zapas neftini go'riga qo'yib, Xitoydan zo'r miqdorda qarz olganligini dedi. İyi Partiyasi millat vakili Aydın Adnan Sazgin, Birleşken Devletler Irqiy kamsitishni cheklash tashkiloti tomonidan e'lon qilingan bayonotga asosan 1 millionga yaqin Uyg'urlar terrorchilarni tozalash nomi bilan majburiy tutuqlandi. Biz buningga qarshi harakat olib berishimiz kerak dedi. Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Ankara Beştepe'de Qozog'iston Prezidenti Nursulton Nazarboyev bilan ko'rishdi. Ko'rishda iqtisod, savdo-sotiq, davlat mudofaa, madaniyat va ma'rif qatorliq sohalarda muzokara olib berildi. Shundaqla $2 milliard qiymatidagi 20 turga imzo qo'yishdi.